alaykum. Sizga yaxshi sizni rahmat. Menga aka siz qasamga yo'l oldingiz. Eski paytda. Ishlar deyapsizmi? Menga deyapsiz. Nima bunga? Ishlar quradigan. Atrada. Bir paytlarda. Hozir tugab qoldi kelgancha javob ichida. Ana uchun mashinangizdan qo'ltoyni kelib beribsizlar. Ha, bu gaplar o'zinglarni. Qalay bo'lyapsizlar? Zam. Yog'och tutamiz. Yog'och tutasizmi? Yog'och tutamiz. Yaxshi. O'zim ish qilasiz. Men o'zim shu kira qilaman. Xalq xizmat qilaman. Mana kira qilyapman, ko'rmasin. Nomaga bor, nomdan bo'ldi-yu. Boshqa emas men. Bu hobbim meni. Hobbingiz. Ha, o'zi biznesmensiz. Katta biznesmenman. Ha. O'sha paytlarda kira quriladida. O'sha paytda kira qursiz, demak siz bo'sh bo'lmaysiz ekanda. Yo'q. O'sha paytda kira qursiz, demak bo'sh bo'lmaysiz ekan. Bo'sh bo'lishingiz ham kira qilish ekanda. Albatta. Sizdan o'rnak olsin bu yoshlar. Albatta. Hozir yoshlar aka nashaga, pivaga, aroqqa berilib ketyapti, to'g'risi. Kayfga berilib ketyapti. Shu kayfga berilgan yoshlarga nima degan bo'lasiz? Menimcha aka to'g'risi nima degan bo'ladi? Kayfga berilgan yoshlarga kayfini qilsin deb. Kayfini qilsin, otasini davrida, otasini qilsin. Kayfini qilsin deb. Kayfini bir qilsin. Otasini davrida yurishibdi bolalar. Ular bitta kunda kayfga berilib bo'ydoq barakatli davrini kayfga berib qo'ysa, to'g'risi bebaraka bo'lib qolaman deyman. Bo'lganda barakasi bo'lib ketadi-da. Bo'lganda barakasi bo'lib qoladi-da. Shu endi keyin. Shu endi hozircha yoshlarga opalar yo'llar qaraylar. Qarayman, bugun bozor ekan bugun. Bugun payshanbami, ertaga juma. Bugun payshanbami? Osh kuni bugun. Aytdim, nima mashina bugun tez ketyapti dedim. Men o'ylaydim bugun mashinam bugun. Mashinangizni ham chaman tortishi payshanbaga qadar bo'lashi ketin. Men aytaman. Voy bobor ketdi. Ha, odam olyapti. Ya, qachon bo'lib ketdi. Apetite ou mais a pessoa aqui? Olha,